pochcha boradigan joylarim bor edi. Shunaqa ishlarim qilib kelaman, xo'p? Nima qilasan? Bo'pti, bo'lmasa kechqurunga urishamiz. Ishlarim bor edi, bo'p pochcha. Bo'pti, mayli. Yaxshi bor, ehtiyot bo'l. Xo'p, mayli. O'zing ehtiyot qilgin, ha? Bu bolada ish ko'p, dadasi. Menimcha bu pul qidirib yuribdi-yu. Men o'zim beraman, agar kerak bo'lsa bundan pul. Siz berasiz? Nima siz berasiz? Beramiz. Siz beradiganmisiz? Yo'q. Hech berishingiz keragi yo'q. Hey, dadasi, o'ylab gapiryapsizmi? Hech pul kerak ekan o'zi. Baribir emasmi? Hech pul. Bu pul. Kimga beryapsiz? Ko'rdingiz-ku? Ana boyvachchalar o'tib ketayotgan. Menimcha bu jiyanz o'shalarga borib yuribdi. Ya'ni bolasi-ku. Xo'p, Bersa nima bo'ladi? ukam o'z yo'liga, dadasi, bilaman. Ukamni bolasi. Ha bu nimaga ishlatyapti pulni? O'ylaysizmi? Kechqurun bir ko'ramiz-ku. Shuna galbashqa qilgan nima bo'ladi? Bu sizni ham, pulingizni ham kuydirib ketishi mumkin. Ishlar nima bo'lyapti? Jafar, Reja, Joyida. joydami? Pullarni qayerga rasxod qilyapsizlar? Devalaga, qayalarga qilinglar. Ortiqcha pulni bermanglar hech kimga. O'zimizni topayotgan daromadimizga hali qiladigan ko'p ishlar bor. Juda kambag'allik ko'payib ketdi. Unisi keladi, bunisi keladi pul bering deb. Bundoq qarab, o'rganib pul berilaring, xo'p? Jafar, ja shedrlik qilma, ukaga. Ular shunaqa gaplar borlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qolmay. Assalomu Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Rahmat. Charchamayapsizlarmi? Rahmat, keling, Bir nima xizmat qilaman? bilan keldim oldingizga. Hop, nima qilsin? Ko'pchilik aytishdi, shu opa bor. Yordam beradi. Menga pul kerak bo'lib keldim oldingizga, opa. Yordam beringlar. Ukajon, bizning pul zavodimiz yo'q, pul chiqaradigan. Biz faqat muhtojlarga beramiz. Turishingizdan kostyum shunday kelib. Menimcha pulingiz bor-ku? Opa, Ha, ozgina bir muammo bo'lib qoldi. Ko'pchilik maslahat berishdi. O'shanga keldim oldingizga bir yordam so'rab. Muammo degani bu birov xalqi beradi, shu opa xalqi beradi deganimi? Yo'q, endi ko'pchilik aytgani uchun men keldim-da opani oldilariga. hop, Ishimiz bir yordam beringlar. nima muammo sizda? Pul kerak opajon. Hop, qanaqa pul? Necha pul? Qancha? Miqdori. Menga 50 ming dollar kerak opa. Hoppa. Qarich xizmat qattu. Xizmat shu mashina bilan oldi sotdi qilaman, aka. Ukajon, 50 ming dollar bir kichkina pul emas bu. To'g'ri, kichkina pul emas. Keldim-da yordam so'rab, chiqmagan jondan umid opa. Ta'minlaringiz bormi? Pasportlaringiz bormi? Qayerda turasiz? Bor opa, hamma yog'im bor. Otangiz bormi? Bor. Onam bor. Lekin qarang, pul beriladi. Ertaga javobini topib olasiz. Agar yo'q, men qaytarib beraman desangiz, bolalar berishadi, aytaman. Gaplashish. Mana qimor o'qib qo'ygan joyingiz nima bo'ldi? Yo'q, akajon. Javobmi? Javob. Unaqa narsalar yo'q. Faqat bitta narsasi bordi. Endi mumkin emas, telefoningizni ko'rib, o'sha приложениyalar bormi yo'qmi, tekshiradigan joyi ham bor, o'zingiz bilasiz-ku, aka. To'g'ri. Odamlar ukasidan ketib qolgan. Adresni qayerdan oldingiz? Hop. Endi shu tanish bilishlar aytdi, shu opani oldiga borsang yordam beradi degan uchun keldim shu opani oldiga. Yaxshi. Sizni Ismim Rustam. Rustamjon, mana qarang. Mana shuncha odamlar pul olgan bizdan. Oldi berdi. Zana bolalar zo'r ishlaydi. Ochiq. Sizni Alloh yo'liga beramiz. Faqat beva. Eri yo'q. Qanday beramiz? Lekin sizlardagi yosh. Qarang. Qanday yosh ekansiz? Bizni topsangiz bo'ladi. Mayli. Hozir bir maslahatlashib qo'ying, chiqib turasiz. Kreditga harakat qilib ko'rmadingizmi? Yo'q. Cho'rniydamisiz? Olmadim. Mayli, hozir maslahatlashing. Hop. Chaqirtiramiz. Reja? Shu. Chepda umid bilan yordam qilish kerakmi degan fikrdaman. Qara. Jafar, 10 ming beramiz. Qolgani gaplashasizlar, kech payti borib berasiz. Mana bu xonada uyini adresini ko'rib, uni uyida gaplashamiz. Shunaqa.
Chaqir. Turishingizdan bir yaxshi oilani farzandiga o'xshayapsiz. Biz hozir o'ylab ko'rdik. Samimiy, ko'rinib turibdi. Oddiy, mehnatkash yigitga o'xshayapsiz. O'ylab ko'rdik, deb beramiz. Rahmat opajon. Mana bu bir qismi. Qarang, uni oldingiz. Hozir sizni yuzga kuzatib qo'yamiz. Kechki payt qolgan 40 mingni yuziga tashlab o'tamiz. Rahmat sizlarga. Pulni oldingiz ukajon, yana mana yozib ketasiz. Oldin, bugungi chislo, mana 7 oy dedingizmi yo 1 yilmi? Mayli 1 yil muddat beramiz. 1 yil ichida bugungi chislo 18 bo'lsa, mana 18 chislo. Familiyangiz nima? Mahkamov dedingizmi? Chislo. Mana sizga 1 yil. Balki qo'yib qo'ying. Mayli, sog' bo'ling. Opajon, rahmat sizlarga. Jafar, Fedya, qolgan 40 mingni mashina olib berasizlar deb kuzatib qo'yinglar. Yaxshi inson. Hozir qolgan summani olamiz-da, faqat yuzga olib ozgina gaplashib olamiz, bo'ladimi? Xo'p. Mayli, sog' bo'ling. Yaxshi kunlaringizda ishlang. Rahmat opa, sog' bo'ling. Hop, salomat. Hozir siz kreditga pul so'rashyapti boshqa yoqqa. Yaxshilikka bo'lsin, mayli. Aka, tinchlik? Nima bo'ldi? Keling, mana bu yoqqa gaplashaylik. Keling. Ha, nima bo'ldi? Dardingizni aytsangizchi. Ukam, Hop. bitta muammo bor-da. Qanaqa muammo? Faqat uydagilarga indab qo'ymagan. Gapirmayman, ayting. Ani qimmat mashinani olganman, xabaring bor-a? Hop. Yana kimsan? O palonchilardan olganman. Opa-ukalar. Boyvachchalardan olganman. Ha? Ha, dальше. Pulini to'lolmayapman ukam mashinani. Pulini to'lashim kerak. Qiynalib ketdim. Boshqa joylardan qidirib ko'rmadingizmi pul? Yo'qmi imkon? Imkon yo'q. Mana bitta yo'lini o'rgataman-da. Uydagilarga aytmaysiz, xo'p? Nima yo'li Diqqat ekan? bilan eshiting. Diqqat bilan Xo'p. startda turing. Ko'rdingizmi? Mana shu bitta o'yin bor-da, mana. Ko'rasizmi? Mana shu o'yin bilan bir kunda, bir kechada boyib ketishingiz mumkin. Ya qo'ysangchi. Kecha o'zim Qo'ygan. 10 million pul yechib oldim. Mana shu o'yin bilan. Ha yo'q-e. Har rost, ishoning. Bir ko'rsatchi, o'rgatchi endi nima ekan endi bu o'yin. Buni tikkaningizdan keyin mana bundaqa qilib, keyin pulni hammasini yechib olasiz, plastikingizga shuning uchun shunday sanitni suturib, banknotni shunday yechib olasiz. Ukajonim. Gap yo'q lekin bor-ku. Lekin Boringga shukur. lekin ikkitasi kelishaylik. Hop, nima qilish kerak? Uydagilar bilmasin. Bilmam. Qarang lekin. Bo'ldi, hech kim bilmaydi. Bo'ldi. Kelishdik. Davay tezlataylik. Lekin qara, agar o'xshamasa borib ikkalamiz ham ketamiz mana bunaqa, bilasanmi? Nimaga duxingiz berasiz? Qarang. Qorqmang. Men o'zim 10 million yechdim kecha, birontasi kelgani yo'q. Bor qara, o'zingga qara lekin. Bo'pti, xavotirim.
Ey, nima qilgan qilding endi? Nima qildim? Hech narsa. Hozir nima qilding mapti? Hozir nima qilding? Hujjatim bor edi, oldim. Xolos, boshqa Qanaqa hujjat? Qanaqa hujjat olding? o'zim bilaman, nima hujjat. Nima bu, qani? Qo'ymadingiz. Ishlab topgan pulim. Yetadimi mana? Vau, bu juda ko'p bu. Ha endi ishlab topgan pulimda sizga o'rgatadimi? Ha, ana o'yindagi pul shumi? Sizga Hozir buni bermoqchimisan? Ha, sizga. Bo'ldi ukam. Boringga shukur, Xudo xolisa yaxshi kunlaringni qaytaraman ha. Rahmat ekan. Rozi bo'lsangiz. Roziman. Joning sog' bo'lsin. Yes, qarzimdan qutulaman. O'zi qarzim bor edi. Qarzimga bermoqchi edim. Hamma yoq qarz. Ma, oğlum. Aleykümselam. Ana fuflojnik ukasi. Akang varmi? Nima ishinglar bor? Tinchlik emas. Akang tirikmi, o'likmi? Shundan gapiring. Akam tirikmi, o'likligi sizlarga qasamsasiz bor. Maqsad yo'qdinglar, nima maqsad? Eslicha o'likga ham aylanib qoladi. Siz kimsiz? Menga savol berishdan ko'ra bu ukam Qo'lingizni torting. Surmang. Qanaqa muammo? Menga gapiringlar, men rishat qilaman. muammoni keyin ishab qilasiz. Nima qilasan? Rishat qilaman. Nima qilasan? Rishat qilaman. Inshaalloh. Sekin. Anaqa qo'yib yuboring, men ko'raman. Avvalo garshunga rishat qilib kelgan qo'rqog'ini yo'q. Akang chaqirib paxolga boq. Shu gaplarni o'zim aytdimmi? Aka! Aka! Ha, Qarz so'rab berishdi. Chiqing. qarang, dadam bilmasin. Qarab tur. Keling. Bor. Sog'li yaxshimi? Qonligacha qarz bo'lib ketgan, qara keldi turish. Aka ukalar hazillashyaptimi deyman. He, shunqorlar. Aka ukalar kurashga tushyapti shekilli. O'zimni polvonlarim. Pul bo'lsin endi, pul bo'lsa ajratmay o'zaman qarzim. To'g'ri tushunmang, hozir bir pulim yo'q. Hozir qiynalib qoldim. Qilib beraman shu pulni. Ham to'g'rimi? Qilib beramiz. Ha? Ukam? Qachon endi bu? Nima endi? Nima endi? Qachon? Qo'lingni afsusga qo'y. Shu gaplar shu aralashma shu. O'shida pulim bo'lsa ajratmay qilib beraman. Ko'tingda mashinalar bor. Vivardiylar. O'zangiz cho'chka yonganiga qancha bo'ldi? Necha marta surib beriladi o'zangiz? Ozgina yana vaqt berdi. Fujnik. Ozgina vaqt berdi. Ajratmay Vaqt beraman. berurdi, vaqt tugab qoldi. Короче, ezvorni odam. Qachon qilib berasan, konkretni nimadir gapirib Qilib beraman dedim. Qilib beraman. Nima toningni ko'tarib qo'lingni afsusga.
Javob okajonlar, bo'ldi qilinglar. Qilib beraman, bo'ldi. Bo'ldi qilinglar. Masjiddan tushganlar, tushundingmi, tushunmi? Sanga emas kaldi. Qilib beramiz, bo'ldi. Tushundingmi mana? Bu yog'iga bundan jostki bo'ladi. Bo'ldi, Malik opamning ham pullarini qilib beraman, bo'ldi. Tushunarli, tushundik. Короче, sanga счетчик yondi. 3 kun so'rab. Bo'ldi. Men qara. Ada kerakmi? Sog'lig'i kerakmi? Sangachi Menga ham kerak. kerakmi? Kerak. Bo'lmasa adayni o'ylalaring, bo'lmasa adayni mazasini qo'chiraman. Yoshiga qarab o'tirmayman, tushundingmi? Senga aday aziz bo'lsa, menga opam aziz. Tushundingmi? Hop. Qilib beramiz. Boy, damiz. Boshqa bunaqa gapirga qilmang, men tushunmay. Bo'ldi, qilib beraman. Bo'ldi, qilib beraman. Sen nimani qilib berasan? Chuma o'zingni eplagan akam javob bersin, qasd Sen aralashma vasi o'tdi. Bo'ldi, qilib beramiz. Ambo bo'ladi. Ketdi uy. O'rgilma sendagi mashinalardan. Aka, seryozniki bu yog'i. Uygacha bostirib kelganini O'tgan safar opasi bilan keluvdi. Dadamga nima deymiz? nimadir qilish kerak. Nima Nima deydi? Bilmadim, boshim qotib qoldi meni ham. Dadamga nima deymiz? Xotin bola chiqamizchi. Nima bo'ladi ularga? Bilmadim aka, men boshim qotib qoldi. Nima qilishga ham hayronman. Aka, yuring. Yo'lini topish kerak. Bir gap bo'lar. Yuring. Yurchi. Voy. Rosa kurashga tush. Nima bu ahvol? Bir-biringni go'shtingni yedingmi? Nima ozgina? Nima qilibsizlar? Ahvollaringni qara. Bir-birlaring go'shtlaringni yedilaringmi? Gapir. Nima bu ahvol? Gapiringlar. Gapirmaysanlarmi? Kirgaring uylarga. Xo'ptadi. Onasi bo'lganda boshqacha bo'larmidi? Eplash qiyin bo'lyapti bu ikkalasi. Vaziyatni baribir o'rganishim kerak. Nima ish qilib yuribdi bular? Opa, yaxshi keldingizmi? Yurgila, tinchmi? Hammasi yaxshi yuribdimi? Xush kelibsiz. Qaysi shomni uchirib qoldingiz tomonga? Shamol emas, bo'ron degan. Tinchlikmi opa? Tinchlik emasdi. O'msa kelarmidi? Sen bilmaysan, seni xabaring yo'q. Sen ishlasan. Biz so'ramaysan, bormaysan. Nima bo'ldi? O'g'illaringdan so'ragin aytishadi. Nimalar bo'ldi, nimalar bo'lmoqchi. O'g'illarim nima qildi? Bitta olib kelib gaplashsak, tagiga yetamiz. Tinchlikmidi? Men so'rashim kerak sendan. Nima bo'lyapti uyingda deb men so'rashim kerak. Shuning uchun keldim. Opa, men tushunmadim men. Bundoq bir tushuntiribroq gapiring. Nima gap, tinchlikmi? Tinchlik emas. O'g'ling mashina minib yuribdi. O'sha mashina necha pul turishini bilasanmi? Bilaman. Qaysi pulga olgan? Qancha oylik oladi? Bunaqa mashina minadi. Opa, Nima opa? meni o'g'illarim ikkalasi ham yaxshi pul topadi. O'g'ling mashina minib yuribdi. Qanaqa mashina? Necha pul turadi bilasanmi o'zi? Bilaman. Hop. Opa, meni o'g'illarim ikkalasi ham yaxshi pul topadi. O'sha yaxshi topgan puli shu mashinaga yetadi deb o'ylaysanmi? Nima demoqchisiz bu bilan? Ha, bo'ynigacha qarzga botib yurgan ekan-ku. Qarzga? Qarzga.
Eshitdim hammasini. Kimdan eshitdingiz? Opa, nimaga men? Ha, uyingga odam kelayotganini ham bilasanmi? Bilmaysanmi? Shamol bo'lmasa-chi, daraxtni uchi qimirlamaydi. Maylimi? Nimaga tekshirmaysan bolalaringni? Nimaga so'ramaysan? Kontrol degan narsa bormi o'zi bu uyda? Opa, siz bu gaplarni kimdan eshitdingiz? Mani bolalarim qarzga botganmichmi? Men ishonmaganimda gapirmasdim ukajonim. Tinchlik kerak menga ham, senga ham, bolalarimizga ham. Bu nima hayot? Bilmasa, ota bolasini bilmasa, nima qilib yurganini. Opa, agar meni bolalarim qarzga botgan bo'lsa, ikkalasini ham bo'ynini olib tashlayman. Rustam! Abdulla! Labay dada. Labaydi, assalomu alaykum. Nima qilib yuribsizlar? Ha? Opam nima deyaptilar? Nima ish qilib yuribsizlar? Ha? Opam nima deyaptilar? Bo'yninglargacha qarzga botib ketibsizlarmi? Sizlarga gapiryapman. Akam qarz olganlar. Bo'ynlargacha qarzlar. Ana ko'rdingmi? Nima dedim men senga? Ko'rdingmi? Unisini qara, yuzini. Buni qara, bakarasini. Bu nima ahvol? Kimdan qarz oldilaring? Gapir! Gapirsa-chi aka? Gapiring. Xullas, dada. Sizni xursand qilaman deb mashina oluvdim. Malik opa bor edilar-yu, ulardan 50 ming dollar oluvdim, dada. Mashinani sotasan. Tushundingmi? Mashina yo'q, dada, berib yubordim. Iya. Kimga berib yuborasan mashinani? Mashinani shu qarzimni to'la olmaganimdan berib yubordim, dada. Mashina yo'q, dada, mashinani sotib yubordim, berib yubordim. Iya. Kimga berib yubording mashinani? Bitta og'aynim bor edi. 20 mingga sotib yubordim, dada. Voy jinni! 50 minglik mashinani 20 mingga berib yubordingmi? Voy ahmoq! Qolganini qanaqa to'laysan endi? Opa. Bular meni Voy, ajalimdan 5 kun oldin o'ldiradi. Dada. Dada, o'zingni ushla. O'zingni. Yo'qollaring. Yo'qollaring! Mana ichki o'zingga qara, mana buni ichki. O'zingni bos. O'zingni bos. Yaxshimisan? O'zingni bos, uka, tuzingmisan? Yaxshimisan? Ahmoq, ablah itvachchalar. Nima qilding? Menga ukam kerak. Nima qilib qo'yishding? Opa, opa. O'zingni bos. Tishlaring. 30 ming dollar. O'zingni bos, topiladi, pul topiladi. Qayerdan topadi? Bular topa olmaydi. Ahmoqlar. Nima ish qilib qo'yishding? O'zingni bos. Opa, Ha, bular o'lganda ham to'la olmaydi. to'g'ri aytasan. Mana shkafga ozgina yig'ib qo'ygan pulim bor edi. O'shani oling opa. Hop. O'zingiz aytdingiz-ku, uyingga odam kelayotgan qo'ni qo'shnilardan bildim deb. Ha, aytdim, O'sha aytdim. pulni olib bularni qarzini to'la oling opa. Bo'lmasa ajalimdan oldin o'ldiradi. Hop. Shuncha pulni berib yuborasanmi? Opa, Voy, shu bolalarim uchun berib yuboraman. akajon. Ular seni qadringga yetishmagan. Yetishmaydi hali beri. Mayli opa, tinch bo'laylik. Bu pulga katta o'g'limga uchastka olib bermoqchi edim. Mayli beraman. Jonim ey, ahmoqlar. Ahmoqlar, nafsingga kuydirgin. Chiqinglar. O'zingni shu. Ada.
mehmon kelishdi. Assalomu alaykum. Va alaykum O'tiringlar. Yaxshimisiz aka? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Rahmat. Yaxshimisiz opa? rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi keldilaringizmi? Rahmat. Yaxshimisiz aka? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Opajon yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Yaxshi keldilaringizmi? Rahmat. Cho'y. Rahmat. Aka kechirasiz, ismingiz nima edi? Ismim Hasanboy. Hasan aka. Shundoq pahlavon o'g'illarni o'stiribsiz-ku, lekin darmayat qilib o'stiribsiz. Gapimni eshityapsizmi? Eshityapman. Xabaringiz bormi yo'q bilmayman. Xullas, katta o'g'lingiz bizada $50,000 qarzi. Mana bu mashinalarni haydab yuribdi-yu, Inamarka. O'shani olaman, dadamga beraman deb pul oldi. Mana 7 oy o'tib ketdi aka. Pulni qachon berasiz? Sen pulni yerdan topmayapmiz ukam bilan. O'zimizda biznes bor. Xayriya ehson qilamiz. Lekin kambag'allarga, muhtojlarga o'zingiz hashamat aka. Ha? Bitta mashina olib bera olmaysizmi o'g'lingizga? Ko'chada yuribdi, birovlardan qarz so'rab. Qanday bosh ko'taryapsiz aka? Uyalmaysizmi? Endi uzr, qattiq gapiraman. Biz hali shunaqa pul berdikmi, pulni qaytarib olamiz. Nima deyman? Gapirib. Biz qarzni biriga bir qaytarishga berganmiz. Haramxo'rlik qilib, prosent kredit qilmaganmiz. Lafziga ishonganmiz. Endi singlim, birinchidan bu narsalardan meni xabarim yo'q. Ukam, pulingizni biriga bir oladigan bo'lsangiz, pul yarmini olursiz. To'g'rimi? 20 ming olursiz. 30 ming qoldi. Men buni yaqinda eshitdim. O'g'illarim bera olmaydi pulni. Men o'zim beraman pulni. Aka, ko'rpay qarab oyoq chaq. Polizdan keyin edi mashina berish. O'zingizga qarab. Siz meni 10 yil tashyapsiz. Kechirasiz, men uncha qiladigan ayol emasman. Men mardman. Biz shunaqa toptamayapmiz. Biz nechta mana ukam bilan biz qanaqa biznes qilgan bo'lsak, o'zimiz halol mehnat qilganmiz. Biz birovdan qarz olib, qarz bermaganmiz. Lekin o'g'lingiz shunday yaxshi insonni farzandi ekan. Men hozir ko'rib turibman, uzr, kechirasiz, lekin gapirishga majburman. 7 oy bo'ldi aka, 20 mingni berib 30 ming bermayapti. Qo'pol qilib aytganda shaltog'ini osiltirib yuribdimi? Erkakmi? Qo'lidan kelsa erkakligini qilsin. Ertaga bola chaqasi bor aka, uzr, gapirishga majburman. Kechirasiz, ayol kishiman, lekin majburman. Bizani pulni ko'chada yotmaydi. Biz teri olamiz aka. Mana qarang singlim. Sizga rahmat. Shunchalik qo'llab-quvvatlab o'g'limga qarz berib turibsiz. Endi bular yoshlik qilganda to'la olmay qoldi. Lekin unaqa odamni unijat qilmang. O'g'lim to'la olmagan bo'lsa, qarzni men beraman sizga. Mana singlim. Hasan aka, qattiq gapirayotgan bo'lsam uzr so'rayman. Endi o'zingiz tushunasiz. Pul bu yomon narsa. Bugun bor, ertaga yo'q, lekin bu dunyoda yomoni qismog'i bor. Har bir narsani hisob-kitobi bor. Bitta gapim bor. Juda ham yaxshi inson ekansiz. Opa, kechiringlar. Xudo xolasa, yaxshi kunlaringizda bizga xizmatda bo'laylik. Sog' bo'ling. Ukam bilan. Dodam siz yana tinchingizni buzib qo'yding. O'tiradi. Xijolat bo'lmanglar. Endi bundan keyin yaxshi bo'lib qolamiz endi. Endi bir piyola choy ichamizmi?
Rahmat kattakon. Xudo xolasa to'yli qilsangiz, mana ukam bor. Albatta. Aka, bizga ruxsat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Yaxshilar bilan Mayli, sog' bo'ling. Rahmat. Hop. Ana. Vaqtida kelgan ekanman, a? Ha, opa. Xudo o'zing. Bo'ldi, mushuk ekan. Bolalar nima unaqa fufulov ekan. Gapirma. Xato qilib qo'ydim. Otajon, meni kechiring. Abdulla. Abdulla. Aka, Kel ukam. nima bo'ldi sizga? Tinchlikmi? Rangingizda rang yo'q. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Ukam. Kompyuteringni yig'ishtirgan. Xo'p. Xo'p. Dabdurustdan nimaga bunaqa gaplar aka sizda? Tinchlikmi? Dadamni ehtiyot qiling. Xo'p. Odamni qo'rqitmasa-chi aka. Xo'p. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Ukam, men uchun juda katta sinov bo'ldi bu ish. Yaxshi bo'ladi aka, o'ylamang, hammasi yaxshi Dadamni bo'ladi. ehtiyot qil. Bir ko'chaga chiqib havo alishtirib kelay. O'ylamang aka. Dadam pulni berib yubordilar. Qarzingiz qolmadi. Berib yubordilar. Ha? Berib yubordilar. O'ylamang aka, hammasi yaxshi bo'ladi. Otajon. Akajon, unaqa odamni yuragini siqmasa-chi, hammasi yaxshi bo'ladi. Ishlab topib beramiz dadamizga. Otamizlar-ku. Hop, mayli, rahmat. Ukam, men toza havoga chiqib bir aylanib kelay, maylimi? Mayli, mayli aka, xo'p. Nima bo'ldi senga? Ko'zingni och. Qo'rqitma o'g'lim. Ya, hammasi yaxshi bo'ladi o'g'lim. Bolajon, ko'zingni och.